Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan kvadrat tenglama va v teoremasiga doir testimizni birinchi savol tahlilini ko'ramiz. X kvadrat minus 3x plus 1 teng 0 tenglamaning ildizlari x1 va x2 bo'lsa, x1 plus x2 ifodaning qiymatini toping. Keltirilgan kvadrat tenglama uchun, ya'ni x kvadrat plus px plus q barobar teng 0 kvadrat tenglama uchun Viet teoremasi bor. Viet teoremasiga ko'ra, kvadrat tenglama ildizlari yig'indisi x yonidagi koeffitsiyentni qarama-qarshisiga teng bo'ladi, ya'ni minus p ga. Ildizlar ko'paytmasi bo'lsa, mana shu kvadrat tenglamani ozod hadi q ga teng bo'ladi. Bizda berilgan kvadrat tenglama x kvadrat minus 3x plus 1 barobar 0, ya'ni keltirilgan kvadrat tenglama. x1 plus x2 bu ushbu kvadrat tenglamani ildizlar yig'indisi hisoblanadi. Demak, ildizlar yig'indisi x yonidagi koeffitsiyentni qarama-qarshisiga teng bo'ladi. Bu degani x yonidagi koeffitsiyent minus 3, ildizlar yig'indisi 3 ga teng. D javob.